Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya da size ağacıyoruz. Vaziyet doğru söz asak. Biz 11. günü Vladivostok'ta Rusya Federasyası'nın prezidenti Irak Şark Satman bir yığını çakırdı. O doğrudaki vaziyetini sözlep bulup 18. günü 7 günden keyin Çavuşan'ımız eğizge ağır da Çavuşan'ı şu vaziyet doğru söz degende Çavuşan eğizge elip ötken edik. Onun da ki 7 gün ötkende hazır Çavuşan yerim arıldı. Koriya yerim arıldı yani bir özgürüş. Yani iki devlet Janubi Koriya ile Şimali Koriya devlet rehberleri bu katın Pyongyang'da uçuştu. Onun üstüge Çang Beyshan Xitay tilida Çavuşan tilida Beytuşan degan tağның üstüge çıktı. Bu undaq menden aytqanda esi Çang Beyshan rayoni Xitaycha yoki Beytuşan rayoni Koriyacha. Zadi kimdan zimini degan masala tutuşamdı. Bu keyingi gap. Biroq bularning suhbatini Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump qo'lladı. Vaziyat mana shuna bir-biriga bog'lanib kelyapti. Biz tuvanda so'zlaydigan leksiyalarimiz ikki parcha leksiyamiz bor. Bu leksiyaga vatandaşlarning qayta o'qib beqishini va anglab beqishini, shundan keyin ham o'zi muhokama qilib, tasavvurga ilib fikr ishlab, ideyalar ishlab chiqarishni umid qilamiz. Biz şu leksiyalar kelgan vaqtida navbat vatandaşlarga bishorat beramiz. Bugungi birinchi mavzuimiz Prezident Trump Jungo'ning tovar mollariga hassilab boj qo'yish to'g'risidagi bayonotni e'lon qilishga buyruq tushirdi. Mavzular xabar 9-oyning 17-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning birinchi kuni, ya'ni 17-kuni kashtarak Amerika savdo vakilining Jungo'dan import qilingan 200 milliard dollarlik tovar mollariga hassilab boj qo'yishga buyruq tushirdi. Bu albatta Amerika Jungo savdo urushi haroratining texmi yuqori o'rlaganligi bo'lib hisoblanadi. Prezident Trump bayonotini mundaq ko'rsatdi. Bir necha oydan beri biz Jungo'ning adil bo'lmagan savdo qiliqlarini o'zgartishiga haydakchilik qildik. Amerika shirkatlariga adil muomala qilish pozitsiyasi tutishiga haydakchilik qildik. Qanday o'zgarish qilish kerak? Nihoyat ochiq holda ifodalab berdik. Hem biz Jungo'ga bizga adil muomala qilishga bog'liq fursatlarni yaratib berdik. Lekin taka hozirgacha Jungo o'zining qiliqlarini o'zgartishga ma'qul bo'lmadi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Amerika taraf ko'ngil bo'lgan masalalarni hal qilishga Jungo tarafning ko'plagan fursati bor edi. Men Jungo rahbarlarining tezlik bilan harakat qilishiga yana bir qatam haydakchilik qildim. Bu davlat adil bo'lgan savdo, adil bo'lmagan savdo qiliqlarini to'xtatishi kerak. Men bu savdo talash tortishlarni eng oxiri Rais Xi Jinping bilan birlikda hal qilishni umid qilaman. Men Xi Jinpingni yuqori darajada hurmat qilaman. Bu prezidentning yangi bayonoti. Prezident Trump'ning yangi bayonoti. Bundan biron 50 milliard dollarlik tovar mollarga boj qo'ygan edi Amerika Jungo'ga. Birinchi qatimliq boj qo'yish tadbirlari sanoat mahsulotlariga qaratildi. Bu qatim qo'yiladigan boj iste'mol buyumlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni kundalik iste'mol buyumlarini o'z ichiga oladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Yangi boj qo'yish kuchga ega bo'ladigan kun 9-oyning 24-kuni. Yangi boj qo'yishni ijro qilish 9-oyning 24-kunidan boshlandi.
Dastlabda qo'yiladigan baji 10%. 2019-yilning 1-oyida 25%ga ko'tarildi. Kechiktirib 25% baj qo'yish Amerikaning import qilg'uchi savdogarlariga o'tkinchi davr yaratib berish uchundir. Matbuotlar bunda xabar qildi. Bu balki Amerika fuqarolarining Rojdestvo bayrami mezgilida tovar mallarning baho besimini yenikletish uchun shunday qilgan bir ishdir. Bayram kunlarida fuqarolar kelgan baho besimini yenikletish uchun shunday qilganlikdir. Amerika Qo'shma Shtatlari aslab baj qo'ygandan keyin Amerikaga Jungodan eksport qilingan tovar mallarning yarmiga teng baj qo'yilgan bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti yana ogohlantirish berib, mundaq ko'rsatdi. Yana 200 milliard 670 million dollarlik tovar mallarga baj qo'yamiz. Diqqat vatandosh. Yani 200 milyard 670 milyon dolarlık tovar mallarga baj qo'yamiz. Agar bu tadbir yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, Jungoning barliq Amerikaga eksport qilingan tovar mallariga hassalab yuqori normalik baj qo'yib, bir taraf qilish deganlikdir. Bundan buran Amerika qo'ygan baj normasiga barobar holda baj qo'yib, Jungo Amerikadan o'ch oldi. Jungo Savdo Ministerligi Prezident Trump qo'llanmoqchi bo'lgan bir maydon baj qo'yish tadbirlari to'g'risida 60 milliardlik Amerika tovarlariga baj qo'ydiganligini e'lon qilgan edi. Bu deganlik Amerika Jungoga eksport qilgan 85%dan 90% oralig'idagi tovar mallar savdo urushi o'tidan zarbasiga uchraydi deganlikdir. Mesela Amerika baj qo'ydi, yani qarama qarshi oldi Jungo savdo ministerligi ham baj qo'yamiz degan edi.